Bugungi qahramonimiz bundan roppa-rosa 50 yil muqaddam Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanidagi atrofi osmono'par tog'lar bilan o'ralgan go'zal Paramon qishlog'ida tavallud topdi. Murodjon aqlini tanigandan tibbiyot, tabobatga oshno bo'ldi. Chunki uning otasi elga tanilgan, xalqning duosini olgan tabiblardan edi. Tabobat sulolasida 6-avlodman. Dedam rahmatlik Abdullayev Ne'matjon Qurbanovich O'zbekiston xalq tabobati a'zosi, Latviya xalq tabobati akademigi bo'lgan mashhur tabib bo'lgan. Dedam bilan birgalikda shu 6 yashar, 7 yasharlarim chamasida tog' toshlarga chiqib, giyohlari terib, bemorlarni davolashda ishtirok etib kelganman. Va shundan boshlangan tabobatga qiziqishim ortib borgan. Mening bolalik yillarim mana shu tog' toshlarda o'tgan. Mana shunday shakllanishimga shu tog' toshlardagi giyohlarning bo'lishi, dedam rahmatli bilan shu tog' toshlarga chiqib, mana shu joylarda giyohlarni terib, yoshligimdan otam bilan birgalikda giyohlarni terish oqibatida shu darajagacha yetib keldikki, mana xalq tabobatida o'zimizni qandaydir o'rnimizni topdik degan fikrdaman. Dedam bilan birgalikda turli xil kasalliklarni tabiiy giyohlar bilan davolashda juda ham ko'p tajribalarni olib o'rganib bordim. Virusli gepatit B, C, D kasalliklari, organizmda kechayotgan turli organlardagi o'sma kasalliklari bilan shug'ullanib kelardilar. Mana bularni bir qanchasini hayot davrimizda ko'rdik. Ko'z bilan ko'rib o'zimiz davolab keldik. Yanada bemorlarimiz tuzalgan sari tabiiy giyohlarni turini ko'paytirish davolashdi. Ularni qo'llay bilish ustida juda ham ko'plab ishlar olib bordi. Haqiqiy inson ana shunday yangi cho'qqilarga intilib, har kuni yangilik izlab, yaratib, ijod va mehnatga tashna bo'lib yashaydi. 2021-yilda Murodjon akaning kimyo fanidan falsafa fanlari doktori bo'lishi ham quvonchli voqea edi. Dunyoda 40 dan ortiq tibbiyot fanlari bor. Shu tibbiyot fanlarini 40 tasi chet davlatlarda yaratilgan. Bu xirurgiya, terapiya, onkologiya, gematologiya va hokazo. O'zbekistonda hozirga qadar birorta tibbiyot fanlari yaratilmagan edi. 2018-yil 12-oktyabrda muhtaram prezidentimiz tomonidan O'zbekistonda xalq tabobatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilinishi xalq tabobati uchun juda katta inqilobiy voqea bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Shu imkoniyatlardan foydalanib 2019-yilda O'zbekistonda birinchi xalq tabobati fani rasmiy Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan ro'yxatga olindi. Bu fan akademik Mamasoliev bilan biz hamkorlikda ushbu fanni pasportini yozdik va tanlovlarda g'olib chiqib Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasida 14.0041 shifr bilan rasmiy ro'yxatga olindi. Va bugungi kunda xalq tabobati fanidan kimyo fanlari bo'yicha, farmatsevtika fanlari bo'yicha, tibbiyot fanlari bo'yicha ilmiy darajalar va ilmiy unvonlar beriladigan bo'ldi. O'tgan yili 14-dekabrda 2021-yilda Murodjon Abdullayev gepatit B kasalligini davolashda ishlatiladigan dorivor vositalarning kimyoviy tarkibi va ushbu kasallikni xalq tabobati yo'li bilan davolash mavzusida dissertatsiya himoya qildi. Bu xalq tabobati bo'yicha nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda amalga oshirilgan birinchi dissertatsiya bo'ldi. Doktorlik ishini himoya qilayotganimda bir professor aytdilar, bu yigitimiz, doktorantimiz yer yuzida Ibn Sino vatani O'zbekiston ekanligini yana bir bor dunyo bo'yicha isbotlab qo'ydi. Mana xalq tabobatidan oldimizda Hindiston, Xitoy rivojlangan, Tibetlarda
qanaqangi rivojlangan xalq tabobati ulardan ham oldin chiqib xalq tabobati O'zbekistondan chiqqan ekanligini yana bir bor isbotladi deb ta'rif berdilar. Mana shu o'rinda ana shu vaqtda ko'zimga yosh keldi. Baribir xohlaymanmi, xohlamaymanmi dedam rahmatli ko'z oldimga keldi. Shu kunlarni ko'rmaganliklari afsuslandim. Haqiqatdan ushbu qaror sabab ko'p tabiblarning yelkasiga shamol tegdi. Sirlarini o'zlari bilan olib ketish ehtimoli bo'lgan qancha tabiblar emin-erkin faoliyat yuritish, tabobat markazlari ochishga musharraf bo'ldilar. Ular ichida Murodjon Abdullayev ham bor edi. Mana hozirgi kunda shu ko'rib turgan davolash maskanimizni xalqimizga 27 avgust 2021-yilda taqdim etdik. Virusli gepatitlar bilan bemorlarimiz qanaqangi darajada bezarar, samarali davolanayotganligini guvohi bo'lasizlar. Nafaqat bu kasalliklar, o'sma kasalliklari, ayollarda kechuvchi bachadon bo'yni eroziyalari, o'smalari, bachadon miomalari, tuxumdon kistalari. Mana shu bemorlar hozir shifoxonamizda davolanyapti. Bosh shifo klinikasida zamonaviy talablarga javob beradigan diagnostika bo'limimiz tashkil qilingan. Diagnostika bo'limimizda laboratoriya va oxirgi zamonaviy standartlarga javob beradigan UTT apparatimiz ish faoliyatini olib bormoqda. Buni boshqa apparatlardan farqli tomoni elastometriya tekshiruvini o'tkazish ustunligi bor. Elastometriya o'zi bu nima bu? Elastometriya jigar gepatit, jigarda diffuz o'zgarish kasalliklarida, jigar sirroz kasalliklarida va jigar bilan bog'liq bo'lgan boshqa kasalliklarda jigarni to'qimalarni fibrozlanish darajasini aniqlab berishga moslashgan elastometriya usuli hisoblanadi. Jigar sirrozi bilan kelayotgan bemorlarimizni dinamikada o'zimiz ko'rib boryapmiz. Demakki, uni tahlil qilishimizda jigarni qirg'oqlari, uni razmerlari, jigarni strukturasi, parenximasining zichligi, portalni venalar, yuqori va pastki o'rta kavak venalari, qon oqimining tezligi, taloq razmerlari, undagi taloq venaning diametrlari bilan tahlil qilishimiz kerak. Demak, qay darajada giyohimiz ta'sir qilyapti, o'zimiz ham dinamikada ko'rib borishimiz kerak va bemorlarga buni ifoda etsangizgina ularda ixlos ham oshadi va davolanganligini o'zi shohidi bo'ladi. Mana bularni biz mukammallashtirdik imkon darajasida. Mana hozir bemorlarimiz boshqa joylarda bu tahlillarni qildirmasdan to'g'ridan to'g'ri o'zimizni tabobat markazimizda tahlillarni qildirib o'zini shifo topayotganligini dinamikada ham ko'rib borishyapti. Hamma bemorlarimiz mamnun, xursand. Men jigar sirrozi bilan og'rirdim. Endi ahvolim yomondi. Lekin birinchi marta shu tabiblarga murojaat qilishim. Bu kishini ham vrach ekanligini bilib, o'zim eshitdim. Keldim. 3 kun bo'lyapti, giyohlarni olib ichdik. Juda yaxshi ekan. Murod shifoga Qashqadaryo viloyatidan kelgandik, shifo izlab, mana Allohga behisob shukr, bir haftani ichida o'z organizmimizga yengillik hosil qildik. Boshqa klinikalarda ham ko'rdik. Ko'plari mana shu antibiotik hamda osma ukollar bilan davolashsa, bu yerga shu ko'proq mana shu o'zimizda Ibn Sino tabobatiga asosan ish olib borayotganlar. Giyohlardan foydalanish yo'li bilan inson organizmiga kasalliklarni bartaraf qilish qudratiga ega ekan. Otamdan, ustozimdan o'rganganlarim orqali mana xalqimizga qo'ldan kelgancha yordamni beryapmiz. Ana shu davrlarda yana bitta narsani aytmoqchimanki, devonga ko'p borgan vaqtlari ham bo'lgan. Aytilgan mo'ljaldagi joyga yetib bora olmasdan qaytib kelib, diplomatlarni irg'itib, shu narsalar yurtimda, xalqimda qolsin, shu bemorlarim shifo topsin, bevaqt odamlar o'lib ketmasin, uzoqroq yashasin deb borib kelib jahl bilan diplomatlarni irg'itgan kunlarini men o'zim guvohi bo'lganman. Mana hozir shunday davrlar keldiki, qarang, shu davrlarni dedam ko'rsa bo'lmasmidi.
O'zbekiston tibbiy ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar tabobat akademiyasi a'zosi namanganlik mashhur shifokor tabib Murodjon Abdullayev barcha turdagi o'sma, jigar sirrozi, gepatit, qandli diabet, ko'krak bezi saratoni, bachadon bezi eroziyasi, befarzandlik va boshqa ichki kasalliklarni shifobaxsh dorivor giyohlar yordamida muvaffaqiyatli davolamoqda. Siz xalq orasida Murod shifo deb tanilgan shifokor tabib Murodjon Abdullayevning shifobaxsh giyohlardan tayyorlangan dorilardan foydalanib dardingizga shifo topasiz. Manzil: Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi, Vodiy ko'chasi, 10-uy. Mo'ljal: Agrobank binosi yonida. Murojaat uchun telefonlar: 93 kodi bilan 949 8100, 94 kodi bilan 279 08 12, 98 kodi bilan 771 08 02. Qabul har kuni soat 8:00 dan 17:00 gacha. Hozirgi kundagi bizni giyohlarimiz 600 turdan o'tib ketdi. Bu bitta O'zbekistondan emas, O'rta Osiyo, Rossiyalar, kerak bo'lsa arab davlatlaridan oldiryapmiz. Hindistondan, Xitoylardan oldirtiryapmiz. Shuni nafi bor ekan desa, har qanaqangi chiqimdan qochmasdan ana shu giyohni olib tajribamizda ko'rishga harakat qilyapmiz. Masalan, aytaylik, mielopatiya kasallik. Mielopatiya kasalligida falaj bo'ladi. Orqa umurtqa kanalining qaysidir qismida qisilish bo'ladi va periferik qism ishlamaydi. Oyoq ishlamaydi, bo'yinda bo'ladigan bo'lsa qo'l, oyoq ishlamaydi, boshqaruv hammasi izdan chiqadi. Mana bular kelganda biz o'ylanib qolgan vaqtlarimiz bo'ldi. Va mana shu kasallik ustida ham ishlashga qaror qildik. Yuksak natijaga erishdik. Shu joyda 150 ta atrofida odam bor edi. Aravada olib kelishdi. Bir kurs giyohni ichib kelgan bir bemorim turing o'rningizdan. Ayol kishi 43lar atrofida. Qo'rqmang, turing. Qo'rqaman Murodjon aka deb turdi. Ikkita qo'llaridan ushlab yetalab eshikni oldiga olib borib turib, hamma tashqarida qarab turibdi. Eshikni oldiga borganda qo'lni qo'yib yubordim. Ushab qolishga harakat qilib turibman. Yuring deyapman. Holbuki ashi joyda 5-6 metr yurdi. Tabib imkon darajasida oliy ma'lumotlik medinusni tugatgan bo'lsa yanada mukammal bo'ladi. Har bitta kasallikni, shug'ullanayotgan kasalligini nima sababdan kelib chiqyapti? Etiologiya, patogenezini tushunsin. Qaysi bosqichlari borligini tushunsin. Agar shunda hamki iloji yo'q bo'ladigan bo'lsa, u tabibda imkoniyati yo'q bo'ladigan bo'lsa, vrach shifokorni o'ziga birgalikda birlashtirib ishlasin. Chunki har bitta kasallikka ham har qanaqangi giyohni berib bo'lmaydi. Mana ba'zilari tuya suti deydi. Virusli gepatitlarda davo ekan, jigar sirrozlarida davo ekan. Holbuki uni shakllanishida gepatit, surunkali gepatit holati. Undan so'ng sirroz, jigar sirrozi. Jigar sirrozining qaysi bosqichlari bor? Kompensatsiya, subkompensatsiya, dekompensatsiya bosqichlari bor. U ana shuni qaysi bosqichda biz tuya sutini berishimiz kerak. Qaysi bosqichga o'tib qolgan bo'lsa, tuya sutini to'xtatishimiz kerak. Bu narsalarni bilish kerak. Va ana shu tabibimiz imkon darajasida UZI, qon, laborator analizlari, siydik analizlari, yana qo'shimcha kompyuterni tomografiya manuvlari tahlil qilib dinamikada qay darajada o'ziga ishonchli ravishda ish olib borayotganligini o'zini ustida ham tahlil qilish kerak va bemorligi ham o'zini qanchalik davolanayotganligini ifoda etib berish kerak. Bugungi kunda tabobat markazida juda ko'plab kasalliklarni davolashga erishilmoqda. Hozirgi paytda bemorlar haligi tabib emas, kasallik o'zi tabib boshidan o'tkazgan. Kerak bo'lsa
ba'zi bir savollar bilan shuna shifokorni to'xtatib qo'yishgacha olib boradigan bemorlarimiz bor. Demak, biz o'zimizni ustimizda ishlashimiz shart degan fikrni bildiraman. Qandli diabet bir necha yildan beri bo'lib kelyapti. Hech kim qandli diabet bo'yicha vafot etmaydi. Uni asorati oyoq angiopatiyasi, diabetik nefropatiya, bosh miyadagi o'zgarishlar, jigardagi o'zgarishlar, yurak kardiomiyopatiyasi organlari ishdan chiqarib boraveradi. Ana shuni hisobiga vafot etadi. Hattoki biz tabiiy giyohlar bilan insulinda yurgan bemorlarni ham chiqarishga muvaffaq bo'lyapmiz. Shuni o'zi katta yutuq emasmi? O'sma kasalliklari, bosh miya o'smasi yoki bo'lmasa oshqozon osti bezi o'smasi, qizil o'ngach, hattoki osteosarkomalari ham hozirgi kunda futbol o'ynab yurgan yosh yigitlarimiz bor. Asosiy maqsad esa odamlarga eng kerakli bo'lgan salomatlik ulashishdir. Qaysi giyoh qaysi vaqtda olinadi? Ana shu giyoh tog'i qaysi yuzigadan chiqqanini olish kerak. Ba'zan ba'zi bir giyohlarga kun tegmas joylarda o'sadi. Ana shularni olamiz. Kun tegadigan joydagi giyohlarni olmaymiz. Ba'zi bir giyohlarni esa kun tegmasidagini olinmaydi, kun tegadigan joydagini olinadi. Qudratga ekanligini daftarlarga yozib boramiz. Shuncha tajribalari kimgadir baribir o'rgatish kerak. 50 ga kirdim. Hozirgi kunda asosan ayolim o'zim bilan shug'ullanadi. Deyarli mukammal o'rganib bo'lgan desam ham bo'laveradi. Giyoh tomonlama qaysi kasallikka qaysi giyohni qanchadan qo'shish kerak va qancha miqdorda berish kerakligini to'la to'kis biladi. Endi undan keyingi shogirdlarimiz mana ikkita qizimni o'zim bilan birgalikda tayyorladim. Undan so'nggi o'g'lim Andijon davlat meditsina institutida farmakologiya kafedrasida o'qiyapti. Undan keyingi qizim
meditsina institutida o'qiyapti. U qizimizni endi maqsadim ginekolog qilish, har bittasini o'zini sohasiga qo'yib, xalq tabobatini yanada yuksaklarga ko'tarish maqsadimiz bor. Qo'limizdan kelgancha xalqimizni og'irini yengil qilib, dardiga malham bo'lish maqsadimiz. Haqiqiy inson ana shunday, yangi cho'qqilarga intilib, har kuni yangilik izlab, yaratib, ijod va mehnatga tashna bo'lib yashaydi. Mana Murodjon Abdullayev tomonidan gepatit kasalliklarini, jigar sirrozi kasalliklarini davolash borasida juda katta ishlar qilingan. Ya'ni o'sha Namangan viloyatida, o'sha Yangiqo'rg'on tumani tog'larida o'sadigan o'simliklar asosida yangi oziq-ovqat qo'shilmalarini ixtiro qilingan va mana shu oziq-ovqat qo'shilmalari yordamida murakkab kasalliklar, gepatit B, gepatit C singari kasalliklarni davolashda oqilona foydalanadi. O'z hayotini kishilar umrini uzaytirishga baxshida etayotgan Murodjon Abdullayevni xalq alqayotgani, keksalar uning haqiga duolar qilishayotgani, uning o'z zamondoshlariga sidqidildan xizmat qilayotganligi shahodati. Murodjon Abdullayevni ota-onasi elda ana shunday e'tibor topishini orzu qilgan edi. Ularning orzu-havaslari ushaldi. Hozirgi vaqtda yurtimizni turli viloyatlaridan, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Samarqand, Xorazm, Qoraqalpog'iston, Jizzax viloyatlaridan juda ko'p keladi. Toshkent, Sirdaryo, vodiyimizni ichidan juda ham ko'plab bemorlar kelib shifo topmoqda. Bundan tashqari qo'shni respublikalar, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiyalardan bemorlar kelib, hozirgi kunda shifo topib, dardlariga malham topib, xursandchilik bilan qaytishmoqda. Demakki, qilayotgan ishimizda nafimiz borligidan, el yurtimizga xizmatimiz singayotganligidan biz xursandmiz. O'zbekiston tibbiy ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar tabobat akademiyasi a'zosi, namanganlik mashhur shifokor tabib Murodjon Abdullayev barcha turdagi o'sma, jigar sirrozi, gepatit, qandli diabet, ko'krak bezi saratoni, bachadon bezi eroziyasi, befarzandlik va boshqa ichki kasalliklarni shifobaxsh dorivor giyohlar yordamida muvaffaqiyatli davolamoqda. Siz xalq orasida Murod shifo deb tanilgan shifokor tabib Murodjon Abdullayevning shifobaxsh giyohlardan tayyorlangan dorilardan foydalanib, dardingizga shifo topasiz. Manzil: Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi, Vodiy ko'chasi, 10-uy. Mo'ljal: Agrobank binosi yonida. Murojaat uchun telefonlar: 93 kodi bilan 949 8100, 94 kodi bilan 279 08 12, 98 kodi bilan 771 08 02. Qabul har kuni soat 8:00 dan 17:00 gacha.